Hazrati odam degan birodarimiz siz talab qilayotgan xalifalikka nega ommaviy ravishda butun dunyo olimlari da'vat qilmayapti? Butun jahon ulamolari kengashi Imom Qarzoviy boshliq ham shu xalifalikka chaqirganini eshitmaganmiz. Nima bu musulmonlarni shunaqa bir davlati bo'lmasligi, shariat bilan hukm qilinmasligi, bu ham bir ijtihodmi? Kengroq tushuntirsangiz Alloh rozi bo'lsin debdi. Endi butun dunyoda hamma olimlari shunaqa da'vat qilmasligi endi tabiiy holat. Chunki butun dunyoda hamma odamlari bitta fikrda, bitta g'oya sari, bitta harakatda yuradi degani emasda. Payg'ambar alayhissalomning davrida ham beparvo odamlar bo'lgan, munofiq odamlar bo'lgan, dinga dushman, mushrik odamlar bo'lgan. Dinida e'tibori yo'q, oxirat uchun dinini sotib yuboradiganlar bo'lgan. Bugun ham xuddi shunaqa har xil toifadagi odamlar bor. Qiyomatgacha shunaqa har xil toifadagi odamlar bo'ladi. Endi bugungi rasmiy bo'lgan o'sha dunyodagi rasmiyatchilikka ulamo deb tanilayotgan o'sha butun dunyo ulamolar kengashi degan shunaqa yaltiroq nomlar bor. Lekin shular butun dunyo musulmonlari uchun xizmat qilishlikdan yuz o'girib, shu mustamlakachi kofirlarga xizmat qilishi uchun va ularda tog'ut bo'lgan hali malaylarini qo'ynida o'tirib xizmat qilish uchun yollangan odamlar. Ya'ni bu odamlar hech narsani yechmaydi. Bu odamlar demokratiyada yashasang baxtli bo'lasan deydi. O'tganda Tramp haqqiga duo qilib, eng yaxshi bir boshliqlardan bittasi Tramp deb Qarzoviy chiqdi. Alloh alam bultir bo'lsa kerak, 1 yil yo 2 yil bo'ldi. Uzoq gap emas. Endi shu odamlarni nima deymiz? Aytgan gapini ma'qullab, to'g'ri, Tramp haqiqatda shunaqa eng bir yaxshi bir boshliq deb etagini ushlaymiz. Ya'ni Qarzoviy aytgan gapni hamma aytish shart emas-da. Qarzoviy Tramp yaxshi desa, butun ulamolar chiqamiz qarsak olib butun dunyoda Qarzoviydan o'tgani yo'q, Trampdan deb haqiga duo qilsa. To'g'rimi? Holbuki, Makkaning imomi chiqib haqqiga duo qilib eng to'g'ri yo'lda Tramp deb aytdi. Lekin shunaqa sotqin bo'lgan tog'utlarning qo'ynida o'tirgan shayxlarni, o'zini ulamo deb yasab olgan odamlarni gaplarini qabul qilmaymiz. Endi nima deb qabul qilamiz? O'ylang, Hazrati odam ikkalamiz chiqib olib Qarzoviy aytdi, Tramp haqqiga duo qilaylik deb ertaga Ramazonda oxirida Tramp haqqiga duo qilib o'tiribmiz. Ummatni qoniga qo'li botgan, qancha musulmonlarni qirib xonavayron qilgan Trampni haqqiga duo qilib o'tiribmiz. Desa Qarzoviy aytdi deb. Shuning uchun tabiiy ular aytmasligi tabiiy. Nima deb aytadi? Tramp mustamlakachi, mana ummatning boshida o'tirgan xoinlar bo'lsa, shularga xizmat qilayotgan malaylar, ummat haqlari poymol bo'lyapti. Qancha musulmonlarning qoniga tashna kelib bomba yog'diryapti. Ularga ummat jim desinmi Qarzoviy? Xitoy haqida so'raganda, Xitoy bir katta davlat, o'zini siyosatida o'zi biladi. Uyg'urlar Xitoyda ichki masalasi, biz aralashmaymiz degan. Bu odamni bilmayman, o'zi birorta bir gaplarini, o'rinli gapini bo'lsa bordir, biz eshitmagan. Lekin har doim shunaqa qovun tushirishligi bilan mashhur odamda. Biz bularning komandasi shunaqa. Butun dunyodan yig'ilgan o'sha komandasi bor edi. Faqat shu kofirlarning foydasiga fatvo aytib beradigan komanda o'zi. Bular ulamolar desa, kim desa shu kofirlarning nazdida ulamolar. Meni nazdimda bir tiyinga qimmat odamlar masalan shular. Nimaga desa, Xitoydagi Uyg'urlarning masalasi, Xitoyning ichki masalasi, o'ldiradimi, yerda qiynaydimi, ayollarini zo'rlaydimi, lagerlarga olib borib olib buddistlikka o'qitadimi, ateist qiladimi, o'zi biladi desa, men uchun mana shu odamning o'zi ham, gapi ham bir tiyinga qimmat. O'sha yerda bir halok bo'lib, hafta ustida turib, Xitoyga bo'ysunmasdan o'layotgan bitta oddiygina bir xizmatchi bo'lgan yo ko'cha tozalayotgan yo dehqon bo'lgan o'sha yerdagi Uyg'ur
mingta Qarzoviyni butun o'shali siz aytayotgan ulamolar kengashi bilan u hammasini yig'ib kelsa, hammasini o'sha bitta bechorani bitta tashlab yuborgan kalishiga almashtirmayman. Nimaga desa, Alloh huzurida biz ularda tarafdori bo'lishimiz kerak bo'lgan odamlar musulmonlarda Xitoy emas. Bu Xitoyda tarafdori bo'lganlarda aytamiz, Alloh qiyomatda shu o'zingizlar tarafdori bo'lgan Xitoyda tarafida qilsin sizlarni, Xitoyda safida qilsin deymiz. Biz ulardan bariymiz, Alloh saqlasin. Shunaqa odamlardan biriga bo'lib qolib, bizni fikrimizni ma'qullashdan ham saqlasin. Chunki Xitoyda safidagi odamlar bizni fikrimizni ma'qullasin demaymiz. Biz desa ham shubhalanamiz, bir tekshirib ko'ramiz, bu jinni qoldimi yo tavba qildimi deb. Chunki butun umr xiyonatga botib qolgan odamlar darrov tavba qilib kelib qo'shilib qolishi ham qiyin-da. O'zimni oxirgi 30 yillik tariximda bunaqa odamlarni hech ko'rmadim. Shunaqa ulamolar kengashi, boshqashi, qoyillar olib kelib turib o'zlari ulamolar kengashi, muftiylar kengashi, balolar kengashi qilib kofir tuzgan tashkilotlarda birortasida islomga xizmat qilib yo hech bo'lmasa tavba qilib islomga qaytib, men shunaqa islomga xiyonat qilib o'tgan ekanman deganlarini to'g'risi o'zim ko'rmadim. Bo'lsa kerak, balkim men bilmagan. Bandada ham tavba qilsa haqqi bor, lekin men ko'rmadim. Bo'lsa ham juda kam bo'ladi-da bunaqa narsa. Shuning uchun biz fikrlarimizni birov ma'qullamayapsa, u birovni kimligiga qaraymiz. Xitoyda yonidagi odam bo'lsa, u qanaqa qilib ma'qullaydi? Xitoyda yonida turgan bo'lsa, u qarshi chiqadi qaytanga. Alhamdulillah, bugungi kunda minglagan haqni tanigan ulamolar bor. Minglagan. Chunki bitta konferensiyasida o'zida 12 ming ulamo yig'ilgan. Butun dunyodan. Mana shu odamlar hammasi Allohning dinini hayotga qaytarish kerak. Buni yo'li islom xalofatini tiklab bitta xalifaga bay'at berishman, butun musulmonlar bitta qonunlar, bitta bay'at asosida birikadi. Ularga hukm qiladigan bitta xalifa bo'ladi. Ularda ustidan tatbiq qiladigan bitta shariat hukmi bo'ladi. Ularning yurti bitta bo'ladi, chegaralari bo'lmaydi, yasama. Har xil chegara talashib urushadigan, qayerdagi bir qarich yer uchun bir-birini qonini to'kadigan musulmonlar bo'lmaydi islomda. U hali Qarzoviy aytayotgan islomda bo'ladi unaqalar. Rasululloh aytayotgan islomda unaqa mo'min bilan mo'minning o'rtasida chegara bo'lib, uni hukmi demokratiya bo'lib, chegarasini o'tib ketsa otib yubor deyotgan hukm u Qarzoviyning dinida u. Bizning dinimizda unaqa yo'q, unaqa hukm. Shuning uchun o'shunga o'xshagan kofir yiqqan ulamolar kengashlarini biz ulamo kengash deb tan olmaymiz. Bu ulamolar emas. Kofirga xizmat qilayotgan bir malaklarda to'planib, boshiga salla kiyib olgan. Nima bo'pti? O'shin sallani olib eshakka yedirib qo'ysangiz, sallali eshak bo'ladi. Nima bo'pti? Gap sallada emas-da. Gap uni aytayotgan fikrlarida, o'ylang. Uyg'urlar Xitoyda ichki masalasi desa, siz uchun shu odam kim? Ilojsiz o'zingiz shu gapga javob yozib qo'ying. Men hozir siz o'zingizga savolim. Biz Xitoyning tarafidamiz. Xitoyning ichki ishiga aralashmaymiz, chunki u katta держава, u bilan bordi keldi qilyapmiz. Savdo sotiq qilyapmiz. Shuning uchun uni Uyg'urlar ichki masalasi, uni pishirib yeydimi? Shunaqangi bir lagerlarga to'plab olib ateistlikni o'rgatadimi? Nima qilsa ham Xitoyning ichki masalasi degan odam siz uchun kim? Yozib qo'ying. Chatda emas, kommentariyaga yozib qo'ying. Shuning uchun odamlarni gapidan ajratishni o'rganaylik. Dunyoda bugun kim hukmron desa, kofir hukmron bo'lib oldi. Hatto musulmonlarning yurtlariga ham xo'jayinlik qilyapti. Hatto musulmonning olimlariga fatvo berdiryapti. Bugun hamma harom berilayotgan fatvolar sallalilardan chiqyapti. Hali poplar fatvo berayotgan yo kelin. Chegarada turib naryoqdagini otsang shahidsan deb fatvo berayotganlar, mo'minni chegarasida turib ikkinchi mo'minni otishga chaqirayotganlar, to'g'rimi hozir? Uxlamasangiz ko'zlaringiz jannatda bo'ladi deb. Qaysi chegarada? O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegaradami? Qayerda uxlamasa? Hadis shunaqa deganmi? Qarang, fatvoni kim beryapti desa, pop chiqarib berayotgani yo'q.
o'sha siz ulamo deyotgan odamlar bittasi chiqarib beryapti. Butun dunyodagi musulmonni boshidagi havvoda kim chiqarib beryapti desa, kofir to'g'ridan to'g'ri o'zi kelib aytmayapti, ayttiryapti mana. Xoin kofirni dunyosi uchun oxiratini sotgan, siz ulamo deb o'ylayotgan o'zi asli qo'shtirnoq ichidagi ulamoga fatvo ayttiryapti. Alloh saqlasin o'sha ulamolarni yomonligidan. Dinni buzadiganlar ulamolar bo'ladi degan ulamolar o'sha yomonlik ulamolari deydi ular. Odamlarni jahannamga qarab chaqiradigan ulamolar. Jahannamda haligi ichak chavog'i so'dralib qoladi-da, ichak chavog'ini atrofida xuddi deydi hali eshak tegirmonda aylanganday o'zini ichak chavog'ini atrofida aylanadi deydi. Odamlar kelib hamma hayron bo'ladi. Ey falonchi, sen ulamo eding-ku, dunyoda bizga dindan gapirib chaqirar eding-ku desa, ana shu kunda o'sha dunyoda qilib o'tgan haromxo'rliklarini jazosiligini insoniyatga ko'rsatadi. Ular ham ulamolar. Buni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytgan. Men jahannamni ko'rdim. Unda o'sha ulamo ichak chavog'ini atrofida eshakdek aylanadi. O'shuning uchun o'zini ulamoman deb sanasa yoki kofirlar yig'ib tashkilot tuzib ularni ulamo deb saylab qo'ysa, bu uni gapi e'tiborli deb hisoblayvermaymiz. Xalifalik farz, hatto Qarzoviy ham farz edi. Bizni saroy mullalar ham farz edi xalifalikda. Yani insoflilar. Ba'zilari bor 30 yil deydi, ba'zilari 30 yil emas, Mahdiy kelganda bo'ladi deydi. Ular qayerga aylantirsa ham farz deydi. Faqat aylantiradi. Mahdiy kelsa qilib aylantirib yurishadi, lekin xalifalik farzligini hamma biladi. Lekin xalifalikni hayotda ijro qilishligi uchun harakat qiladigan ulamolar haqiqatda oz, ko'p emas. Chunki haqda ushagan toifa oz bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayonini berganlar. U kunda g'arib bo'ladi degan, ya'ni xuddi o'zini qavmining ichida begona bo'lib qoladi degan. Xuddi islom avvalida g'arib bo'lganiga o'xshab degan. Bugun xuddi o'sha holat. Islom qanday g'ariblikda boshlangan bo'lsa, bugun yana xuddi o'sha g'aribligiga qaytgan. Shu g'ariblarga Alloh tavbasini bersin. Hadisda aytilayotgan qarshi chiqqanlarda qarshi chiqishi bu dushman qarshi chiqayotgan. Va yordamsiz qo'yayotganlarni yordamsiz qo'yishi, o'sha siz aytayotgan o'sha o'zi ulamoman desa ham yordam bermasdan qani nima bo'ladi kutib turaylik. Endi bularga ozor qattiq bo'lsa, sekin tanibimiz o'tib ketamiz. Alloh bularga g'alaba bersa, biz ham sizlar sapiylarda edik, orqada kelyapti deb bayroqni ko'tarib olamiz deb yordam bermay yurganlar haqida hadisda aytayapti. Qarshi chiqqanlarni qarshi chiqishligi ularga zarar bermaydi. Yordamsiz qo'yganlarni yordamsiz qo'yishi ham ularga zarar bermaydi. Mana shu holatda ularga Allohning yordami keladi deyapti. Shuning uchun o'sha kunlarda yashayapmiz. Qarshi chiqqanlar ochiq qarshi chiqyapti. Xursandmiz, alhamdulillah. Bunaqa xursandchilik bilmadim. Kimda bor yana? Kofir ochiq dushmanligini qilib bizni dushmansan deyapti. Televideniyalarni ko'rsatib, mana bizga dushman deb e'lon qilyapti. Biz ham o'zimizni suhbatlarimizda, o'zimizni kanallarimizda kofirni mana bizni dushmanimiz deb e'lon qilyapmiz. Oramiz ochiq. Kofir bizga dushman, biz kofirga dushman. Muammo yo'q. Yani jinniga ham yasnada, ya'ni eng oxirgi fikrlamaydigan, hali men eshakchalikla fikrlayman, undan oshiq fikrla olmayman desa bittasi olib kelib turib. O'tkizib mana kofir, meni dushmanim. Hech kimni hisobga olmasdan dushmanimni dushman deb e'lon qilib qo'yapman. Mayli qo'lidan nima zarari kelsa kelsin, shu meni dushmanim deyapmiz. Kofir ham chiqib, mana u bizni dushmanimiz, mayda o'tirib bizga dushmanlik qilyapti deb u ham xuddi o'zining munosabatini bildiryapti. Oramiz ochiq bo'ldi. U bizga dushman, biz unga dushmanmiz. Endi buni tushuntirish uchun mana u sal eshakdan ko'proq fikrlasanglar tushunadi. To'g'rimi? Bu dushman ekan bunga, bu ham unga dushman ekan. Bu buni yiqitib shunaqa qilaman deyapti ekan, bu bularni yo'q qilib yo'qotaman deyapti ekan. Ikkalasini ham ishi ham ochiq, gapi ham ochiq, maqsadi ham ochiq. Bo'ldi deydi. Ish hal bo'ldi. Endi ikkinchi toifa bor, mayda yana boshqasi turibdi. Desa bular biz o'zi asli
Kimga dushmanligini ham bilmaydi. Kofirni yonidamiz ya. Kofirni ishlarini ma'qullaymiz. Ularni rahmat aytamiz, duo qilamiz ya. Trampga duo qilyapti, Putinga duo qilyapti. O'ylang. Tog'ut umrida haligi bosh sajdaga tegmagan daislarga itoat qilyapti, shuni haqqiga duo qilyapti. Ochiq, yashirmayapti. Ochiq qilyapti, hammani ko'z o'ngida qilyapti. Ibodatda o'lib ketsa ham ibodatini qilib o'layotgan, haqni ustida da'vat qilayotgan, unisiga haligi kofirlar bizni dushmanimiz degan odamlarni yomonlayapti. Bu kim? Trampni duo qilsa, Putinni duo qilsa, Mirziyoyevga o'xshagan fosiq tog'utni, Imom Aliga o'xshagan yo Sadr Japarga o'xshagan ularni duo qilsa haqqiga, ularni yaxshi ko'rsa tog'utligini, Allohdan boshqa hukm qilsa ham rozi bo'lsa, shuni hukmini davom etishini Alloh sizni qo'llasin deb duo qilsa, shunga qarshi chiqayotganlarga qarshi chiqish qayrasa, ularni duoibat qilsa, ularni yomonlasa, kim tarafda bu odam? Nima deymiz ashi? O'zingizlar yaxshi ko'rgan tog'utlar bilan, o'zingizlar yaxshi ko'rib duo qilayotgan Putin, Trampga o'xshaganlar bilan Alloh sizlarni birga qilsin deymiz, nima deymiz? Endi ajrata olmay qolayotgan mayodagi bechora toifa musulmonlarga aytaman, nimani ajrata olmayapsizlar? O'zi ajrata olmaydigan nima bor o'zi? Ajra bo'ldi-yu, mana kofir aytdi, "Do'stim, bu dushmanim" dedi. Mana do'stimga pul ajrataman dedi, yordam beraman, maqtayman dedi. Unvon beraman. Kecha qozi bo'lsa, bugun muftiy qilib qo'yaman dedi. Qilyapti. Bu ham rozi, ko'yniga, hali ko'kragiga borib o'rnin taqib qolsa, sal bo'lmasa betidan o'pib olay deb turibdi. Televizorlarda ko'rsatyapti, hamma yerda ochiq, yashirmayapti. Haligi biz ko'ra olmayapmiz, biz ajrata olmayapmiz, biz bilmayapmiz desa, hayron qolaman ba'zida. Odammisiz o'zi? Uni eshak ko'rsa, eshak ham ajratib olardi bu paytgacha. Siz nimani ajrata olmayapsiz deyman-da shunaqa odamlarga. Ajratib olish uchun ozgina aql bo'lsa yetadi, bir no'xatday bo'lsa aql yetadi. Kofir chiqayapti, mana ular dushmanim deyapti. Ulardan so'rasa, ular ham kofir rostdan dushmanimiz, to'g'ri aytayapti. Biz ham ularga dushmanmiz deyapti. Mana ajrata olmayapti yana. Menimcha qiyomatda bemalol foydasiga bo'lsin, zarariga bo'lsin hujjat bo'ladiganda hamma yo'g'ini Alloh ko'rsatib qo'ydi o'zi. Shuni yod qasdiqlar, shu inkor qilish qoldi xolosda. Qiyomatda nima deysiz? Kim tarafsan desa nima deysiz? Putin bilan Tramp tarafdori deysizmi? Kecha endi haligi bir birodarni haqida qo'ygandi. 22 yil qamoqda o'tirgan otaxon haqida bir opaxonimiz aytgan, ya'ni borib ko'zlari bilan ko'ribdi. Shu yerdagi ba'zi bir shubhalanadiganlarga o'xshab, ko'rganda kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi degan gaplarimizga. Bu ayol aytayapti, men borib turmada erimni ko'rgani borganimda deyapti. Shu otaxonni ham yaqinlari borgan ekan. Olib chiqishdi. Ko'rdim shu otaxonni o'zimni ko'zim bilan. Ko'ribdi, yolg'on emas degan gaplarimiz. Endi buni o'zlari ham tasdiqlaydi, bu yo'q demaydi o'zlari ham. Mana shu odamni 22 yil avval olib kirib qamab qo'ygan. Yani haligi ko'chada yurgan, hech narsani tushunmaganlarni yo'ldan uryapti deydi. U ko'chada yurmagan ekan, 50 ga kirgan yoshi ulug' odam edi o'sha 22 yil avval qamalganda ham. Iqtisod ilmlari bo'yicha fan kandidati edi. Yani ko'chadan topib olib adashtirib 5 so'm beraman deb yetalar olib kirib ketgan emas hech kim. Endi shu odamni 13 yilga qamabdi, 22 yil bo'lsa ham chiqarmayapti ekan. Qancha qotili, zo'ragan, maniyagi boshqasi chiqib ketdi. Endi mana shu odam hali ham o'tirib ekan. Endi bu hammaga ma'lum zulmligi. 13 yilga qamamagan odamni 22 yil ushlab o'tirishligi, bo'lib ham qarib qolib 70 ga kirgan, insult bo'lgan, a'zolari yaxshi ishlamayotgan odamni ushlab o'tirishligi o'zi insoniyatga ham to'g'ri kelmaydigan ishda. Shu haqida post qo'ysam, bitta bilmayman endi uni eshak desam, eshaklar qiyomat kunida yoqamdan oladi-da. Shu ablahni bizga o'xshatdingizmi? Shuncha o'xshatmayman eshakka to'g'risi. Facebookda bittasi kirib olib haqoratlayapti haligi odam. Boshqalarni ham. Birodar chiroyli endi Ramazonda musulmonga o'xshab unga munosabat bildirib,
sizga mana bu dayus bo'lgan butun xalqni pulini yeb yotgan oilasi bilan Mirziyoyev yaxshimi yo mana shu odam yaxshimi? Nimaga Mirziyoyev siyosatini maqtab buni yomonlayapsiz desa, menga o'sha Mirziyoyev yaxshi, bu yomon deyapti. Kirib ko'rdim haligi profiliga, bir musulmonmikan yo bir yahudiy yo xristian yo bir narsamikan desam, bir musulmoncha postlar qo'yib qo'ygan. Nima deb tushunay? Agar bir no'xatday aqli bo'lganda ajratardi-yu buni voqesan. Shuning uchun o'sha no'xatdan kattaroq aqli bo'lgan hammaga murojaat qilayapman. Ey musulmonlar, qiyomatda hisob qilinasizlar. Har bitta ko'rib anglayotgan narsalaringlar ustida albatta javob berasizlar. Bu ko'rayotgan narsalaringlar qolib ketib qolmaydi. Ko'rdingizmi, bu haqida to'g'ri xulosa chiqarishdan majbursiz. Noto'g'ri xulosa chiqarayotgan bo'lsangiz, albatta hisob berasiz Alloh tomonidan. Shuning uchun hech kimga bizga ergashinglar, falonchilarga ergashmanglar degan shu paytgacha bir marta so'z ishlatmadik. Nimaga desa, xolis ko'r, uni ham ko'r, gapini eshit. Biznikini ham ko'r, gaplarimizni eshit. To'g'risiga ergash deydi. Hariginga ergashma, menga ergash, uni eshitma, meni eshit degan gapni aytmadik, aytmaymiz ham Alloh. Ayttirmasin bunaqa noxolis gaplarni. Fikrimiz kuchli bo'lsa, nariginiki bilan solishtirib o'tkazaylik. Ana shu aytayotgan fikrchalik ayta olmayotgan bo'lsa, odamlar ergashmasin bizga. Qalbi bor, ko'zi bor, shuni anglayotgan, eshitayotgan odam endi Xudoga tashabbamiz qiyomatda o'zi hisob qiladi. Ajratib olinglar. Shu butun dunyoda chaqirayotgan bo'lsan, yo o'zi atrofimizda chaqirayotgan bo'lsan, nima deb chaqirayotganini qaranglarda, kim to'g'ri tarafga chaqirayotgan bo'lsa, uni qabul qilinglar, olinglar. Mo'min bo'lsanglar, dushmaninglar mo'min emas. Dushmaninglar islomga, musulmonlarga dushmanlik qilayotgan ahli kufr va ularning yordamchisi bo'lgan dimashtalar. Mo'minlar sizlarga yoqmayotgan bo'lsa ham sizlarning do'stinglar. Sizlarni tanqid qilayotgan bo'lsa ham do'stinglar. Sizlarga manfaat kelmayotgan bo'lsa ham sizlarga bitta tualet qurib berdinglarmi deb chiqishadi. Tualet qurib bermasak ham sizlarga birodaringlarimiz mo'min bo'lsanglar. Lekin tualet qurib bergan kofir va uni gumashtalari dushmaninglar. Butun boshli tonnalab oltininglarni olib tualet qurib bersa, xursand bo'lib yuribsizlar o'z. Aslida qurib bermayapti, qurganingiz ham kelib buzib ketyapti aslida. Endi men misol tariqasida keltirdim. Shuning uchun ajratishlik